Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Sog' salomat. Nimaga ko'proq domni ishlaysizlar, hovli uydan ko'ra deyishadi-da. Birinchi sababi domda ish ko'pligi uchun ob'yom yaxshiroq bo'ladi, pul yaxshiroq tushadi. Yana sabablari ko'p. Bitta joyda uzoq vaqt ishlagan uchun har deb ko'chib yurish holatlari bo'lmaydi. Ko'proq shogird ishlatib, ko'proq bola ishlatib, nima desa bo'ladi, ko'proq shogirdlar tezroq usta chiqarish imkoniyatlari bo'ladi. Xudo xolasa mana Yangi Andijon shahridagi yana bir yangi qurilayotgan domimiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu domimiz yangi quruvchi akalarimiz bilan birgalikda qurilyapti. To'g'risi hali nima deydi? Nomi ham o'ylab topilgani yo'q firmani. Albatta firmaning nomi bor, haligi logotip uchun demoqchiman. Unaqa o'ta shashilishda emas, o'rta miyona monolitlari birin-ketin qo'yilyapti. Misol mana har bitta etajga bir haftadan vaqt ketyapti. Hozir endi ko'rib turibsizlar, internetda ko'p quruvchilar bir kunda bittadan etaj ko'taramiz, bir oyda butunlay topshiraveramiz deyapti. Endi baribir betonning sifati o'shunga qarab bo'ladi. Bu tonna mana hozir shu etajga 45 kubacha beton ketadi-da. 45 kuba degani endi 50 tonna, 60 tonna yuk deganida. Bu narsa bir kunda endi o'ylaylar, bu beton qurmadida, tepaga chiqdi, yana xuddi shuncha yuk tepaga chiqdi. Nimaga tez qurgan domdan qo'qish kerak desa, bir kunda 50 tonna yuk chiqqandan keyin ana u qurib ulgurmagan poydevor nima holat keladi? Albatta yer ozgina miqdorda cho'kadi. Yana shuni singari holatlar bo'ladi. O'z o'rnida o'zini normasida qurilmagan beton sifatini baribir yo'qotadi-da. Shuning uchun tez qurayotgan firmalardan sal ehtiyot bo'lavergan yaxshi. Bu Yangi Andijon shahri, Andijon City, har xil nomlari bor. Hozir Bobur shahri bo'lib qoldi. Atrof bo'ndi dom. Bu yoqda Xitoy quruvchilar domlari, bu ham sohatiga ko'taradi bular ham. Bu mana shu joyda mana yangi domimiz tushyapti. Juda ixchamgina, yana unaqa oshcha ko'p qavatli bo'lmaydi, 7 etajli bo'ladi. Tomi penthouse bo'ladi. Minus biri ham bor. Oldida ikkita magazini ham bo'ladi. Lokatsiyasi Yangi Andijon shahriga kirib, asosiy ko'chasidan kirganda birinchi maktab deb qo'yadi, maktab ko'cha. Eng asosiy ko'chada. Soniga bir ikkinchi ko'cha yo'l yuzida. Ikkinchi ko'chaga to'g'ri kelsa kerak. Keyin maktabdan 300 metrcha pastroqda. Hop. Mana shu mana yo'lda mana bu yerda qator rasiga domlar. Birinchi maktab o'sha Turk domidan keyin birinchi maktab, bir, ikkinchi ko'cha bo'lsa mana shu joyda mana. Yo'l yuzida mashina qo'yishga, parkovkaga joy qilingan. Binoyimiz ko'rinish holati mana bunaqa holatda bo'ladi. Soddagina, chiroyli. Narxlari ham arzon chiqadi. Sentralniy отопление bo'ladi. Yana tizimlari xullas suvda muammo yo'q, issiqlikda muammo yo'q. Bu yerlarni keyinchalik ochib o'rganimizdan keyin mana oldi keng, orqadagi parkovkani ko'rdinglar. Oldidagi parkovka. Do'kon qiluvchilar mana ikkita do'konimiz bo'ladi. Podval minus birlari ham sotiladi. Taxminan mana shu bino ko'rinishda faqat bir etaj balandroq, liftlari bo'ladi, tomi penthouse bo'ladi. Biznikida oldi tekizroq, xudo xolasa. Inshaalloh shunaqa holatda bo'ladi. Orqa parkovkani yana bir ko'rsatib qo'yib. Anchagina keng. Ko'pchilik yerdan qizg'anib, blokni katta qilib parkovkaga joy qolmayapti. Bu endi piyodalar yo'llari, keyin ochib o'rgandan keyin mashina olib turib joylash imkoniyati bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Mana shu, xo'p, 3 ta 4 ta blokning o'rtasida shu joy parkovka.
И mana shu joyda детский площадкасы bo'ladi. Bu joydan bu yoqda mana shuncha katta parkovka bo'ladi. O'shani nima deydi? Tunukaga agressiya qilib o'rab qo'yilganda u yog'ida yana bitta blokda o'zini haqqini yeri, u ham parkovka lekin, chunki bloklar ko'ryapsizlar, ancha ichkari joylashgan. Bu yerda bo'lsa, mana shu yerda parkovkalari bo'ladi. Kirib chiqishlar rosa qulay, maktabga, bozor yo'q endi hozircha Yangianjanda, maktab, klinikalarga, bog'chaga yaqin. Narxlarini ham xudo xolasa arzon qilib chiqaramiz. Xudo xolasa qiziqsanglar, nomerlar qoldirib qo'yamiz inshaalloh.